kelin onasinikiga borib keldi degandan o'zgaradi-ya. Telefondan boshini ko'tara olmayapti. Rosa meni g'ibatim qilyapti shekilli. Uyda chala qolib ketganda gapira olmagan. Ha, soat belgilab qo'yganman-ku borib kelish uchun. Voy kelin. Nima bola? Uyingizga borib meni yomonlab to'ymadingizmi? Endi telefonda davom ettiryapsizmi? Ana shuning uchun ham sizni uyingizga ko'p qo'ymayman-da. Yo onangiz o'rgatib yuboradimi? Uyingga borib qaynonangni asabini bat tutib sakragin deb. Onangiz agar shunaqa degan bo'lsa, chuchvarani ham sanabdi. Meni asablarim bat tutmas, meni asablarim amerikanskiy attraksion. Unga chiqqan odam chilpirak qilib uchirib yuboraman, tushundingizmi? Voy tavba oyijon, shuncha narsani qayerdan sezasiz? To'shni. Meni onam sizni ko'rganda yolmog'izni ko'rgandek bo'ladi, bilasizmi? Chunki sizni asabingizni o'ynashim uchun kun u tun hiyla nayranglarni kuni bilan o'ylab chiqadilar, keyin menga aytadilar. Qaynonangni asabini o'ynab tashladi. Chunki onam yoshligida niyat qilgan ekanlar, xudo xolasa qiz farzandli bo'lsam, uni erga berishim bilan qaynonasini asab bilan shug'ullanaman degan ekanlar-da. Menchi bitta bola bilan uyga qaytib borsam, onamning eng baxtli kunlaridan biri o'sha bo'ladi. Chunki onamchi, qizim qaytib kelsa, men ustida yonboshlab yotaman deb bir orzu qilgan ekanlar. Shu niyat bilan tunu kun duo qiladilar volidam. Qizim qaytib kelsa, ilohim qizim qaytib kelsin, ustida yonboshlab yotishlik nasib qilsin deb. Chunki eng baxtli kunlardan biri o'sha bo'ladi. Meni volidam shunaqa. Oyijon, ko'rdingizmi? Eshityapsizmi? Oyijon. O'zingizdamisiz? Kelin, nima dedingiz? Oyijon, yaxshi gumonda bo'ling. Men telefonda ko'p o'tirgan bo'lsam, kino ko'rib pul ishlamayman, bilasizmi? Har bir ko'rgan 3-4 sekundlik kinoimga 3000 so'mdan pul tushyapti menga. Ishlaydiganlardan ham ko'p pul topib qo'yapman, atak. Qo'ysangizchi, qanaqa qilib? Rost oyijon, hozir Henki Media degan kompaniya bor. Siz u kompaniyaga mana shu ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib, ishlamoqchiligingizni aytasiz va ular sizga qanaqa qilib registratsiyadan o'tishni tushuntirib berishadi. Avval depozitingizga sarmoya kiritasiz, ketqizgan sarmoyangizni esa bir kunda chiqarib olish imkoningiz ham bor oyijon. 1 yil mobaynida siz ular bilan bemalol ko'rgan 4-5 sekundlik videolaringiz uchun pul ishlab yurishingiz mumkin. Oyijon, agar ishonmasangiz, ularning 3 kunlik stajrovkasi ham bor. 3 kunlik stajrovkada kirib, siz ko'rgan videolaringizga pul tushayotganini ko'rib, bemalol ishonib ishlab ketishingiz mumkin. Bu hech qanaqa qimor yoki bitcoin emas, hammasi halol. Bu faqat kino olamini kengroq targ'ib qilish uchun yaratilgan kompaniya. Oyijon, o'ylab ko'ring, ishlaydigan ayollardan ham ko'p pul topganman. Qizlar, sizlarga ham tavsiya qilaman, kim sizlarni ko'rgan kinolarga pul beradi, a?